Assalomu alaykum hammaga. Juda ham ko'pchilik Turkiyaga oilaviy ishga kelmoqchimiz, qanaqa qilib borsak bo'ladi yoki bo'lmasa oilaviy borsak qanaqa ishlarda ishlashimiz mumkin deb juda ham ko'pchilik so'rabdi. Shunga javob bermoqchiman. Albatta, oilaviy kelsanglar ham ish topishinglar mumkin. Yaqinda o'zimizni tanishlarimiz kelishdi. 3 kunda ish topib ishga joylashib ketishdi. Qanaqa ishga? Restoranga, xo'p, erlari restorandagi ofitsiantga yordamchi bo'lib ishlasalar, ayollari idish yuvuvchi bo'lib joylashdi. Ular ham o'rtacha $800 topishdi. Ya'ni bu degani ikkalalariga $1600. Xuddi mana shunaqangi ishlarni topib ishlashingiz mumkin, lekin maslahat bergan bo'lardim. Unaqangi oson, yengil bo'ladi deb o'ylamanglar, chunki avval Rossiyada ishlagan bo'lsalar, такой свободность, hech kim sizlarga boshingizda turmagan, erkin o'zingizlarning ishinglarni qilib yurgan bo'lishinglar mumkin. Lekin Turkiyada unaqa emas, spetsialniy o'zingizlarni mana shu ustingizlarda turib ishlatish mumkin. Kerak bo'lsa 12 soat tik